Satanizm ikkiga bo'linadi. Ateistik satanizm va teistik satanizm. Ateistik satanizmda, ya'ni Lavian satanizmda shayton asosiy figura hisoblanmaydi. Shayton faqatgina ichki kuch, ruhiy ozodlik sifatida ko'rishadi. Va marosimlarda ham aynan nasroniylikka teskari bo'lgan amallarni qilishadi. Teistik satanizmda aksincha, shayton ilohiy kuch sifatida qaraladi va shaytonga sig'iniladi. Umuman olganda, satanizmda bir necha xudolar bor, masalan, Belial, Baphomet, Belzebub, Asmodios, Satana, Lutsifer, Lilith, Azazel kabi xudolari bor, o'zini mistik xudolari bor. Bu xudolar yo'nalishiga qarab turlicha tarzda sig'iniladi. Satanizmda asosiy g'oyasi, asosiy ma'nosi Alloh bandalarini qul sifatida ko'rganda shayton ularni ozod qildi. Ya'ni Odam ato bilan Momo Havoni Xudoni qulligidan ozod qildi degan maqsadda qaraladi va u erkinlik, ozodlik kuchi sifatida ko'riladi. Umumiy olganda satanizmga kirish bor, chiqish yo'q. Ya'ni satanizmga chiqmoqchi bo'lganlar juda katta badal to'lashadi yoki ko'pchilik o'zini joniga qasd qilishga majbur bo'ladi.